Mashinamni quflamasdan kalti ichida qoldirib bir joyga kirib ketdim endi. Chiqsam, mashina ham yo'q. Rostdan mashina ham yo'q. Men o'zim bir kimdir men bilan hazillashdim deb o'yladim. Shukr, o'zi qiziqchi hazilkash deb kimdir mashinamni olib bir chekka olib qo'ydi. Uni qarayman, qidiraman, mashinam yo'q. Qarasa, har qatdan ham mashinam o'g'irlab ketishdi. Maqich bilan 102 ga qo'ng'iroq qildim. Ishonasizlarmi? 10 minutda meni mashinamni topib berishdi. Qayerda ketyapti, qayerda, nima, qayerda, men o'zim hayratda qoldim. Shuning uchun hurmatli azizlar, hurmatli fuqarolar, hurmatli hamshaharlar, sarxushyor bo'lamiz. U duch kelganda ochiq oldimni olib ketaverar ekan. Shuning uchun men u narsani aytib o'tmoqchimanki, sarxushyor bo'lishimiz kerak ekan, mashinani qulflab yurishimiz kerak. Yo'q paytda pult ishlamay qoladi. Pultni yopdim deb o'ylaysiz, lekin yopilmay qoladi. Pultni yopilmay qolsa ham mashina qulflamagan bo'ladi. Iloji bo'lsa, shuni kalta qulflab o'zingizga sarxushyor qaynasanglar, bu undan ham zo'r chiroyli ish bo'ladi. Shuning uchun avvalambor shu barcha bizni ichki ishlar xodimlariga, shahrimizni barchalarga rahmat. Lekin bundan keyin hushyor bo'ldim. Hatto uy kirayotganda ham mashina qulflab kiryapman.